Mask va Trump ittifoqi. 2026-yilgi saylovlar oldidan sirli faollashuv. Makron va Ruttening Trumpga ishonchi qolmadi. Rossiya Ukrainadagi urushni yakunlash uchun eng muhim shartni aytdi. Kema va qiruvchi samolyotlar. Trump Eron tomon yirik flot yubordi. Tehron Kiyev o'rtasidagi keskin ritorika. Zelenskiyga ochiqcha ishora berildi. O'zbekiston armiyasi Markaziy Osiyoda eng kuchli deb topildi. Rossiya Ukrainadagi urushni yakunlash uchun eng muhim shartni aytdi. Ukraina qurolli kuchlari Moskva va Kiyev o'rtasidagi mojaroni hal etish uchun Donbas hududini tark etishi lozim. Bu haqda 23-yanvar kuni Rossiya prezidenti matbuot kotibi Peskov jurnalistlar bilan o'tkazilgan navbatdagi brifingda ma'lum qildi. Rossiyaning pozitsiyasi ma'lum. Ukraina qurolli kuchlari Donbas hududini tark etish kerak. Bu mojaroni tartibga solishning muhim shartlaridan biridir, degan Kreml vakili. Peskovning ta'kidlashicha, tinchlik muzokaralari doirasida kun tartibida qolayotgan boshqa masalalar ham mavjud. O'tgan yilning dekabr oyida Ukraina prezidenti Zelenskiy ham AQSh Donbasning Ukraina nazoratidagi qismidan o'z qo'shinlarini olib chiqishini Rossiya bilan tinchlik kelishuvining shartlaridan biri sifatida ilgari surayotganini aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh taklifiga binoan Rossiya qo'shinlari ham Donbasning ushbu qismiga kirmasligi kerak. Zelenskiy mazkur tashabbusni adolatsiz deb baholagan va Ukraina qo'shinlari chekingan taqdirda Rossiya qurolli kuchlari ham xuddi shunday qadam tashlashi lozimligini ta'kidlagan. خامر تشارجين شديك لاش ديك شريك زوان وش دورات بوزمان دك زيرنغا كاد مخرال ولا سخلارون رالو بديرا برافس نمرالو تفرت مارتا دسفر رالو ولا سيجليش نطلام رغيني مكير ازراليم ناكشال خلي ادجنر ديل رالو زي سنك يصنات كل شوم شريك خشتو اجاد زوغي مخرال طبصان نالب مارتا نازيزير بشخا ان سامر اخشات نانو ناكتاش دار غود نولم نو الأقرار دي مقوي فلوم نش نشال توقبلو قيتنا نص سيروم تانش نبيل بوبسرو ليوم نش نمرالي قريبش دور الدل ولادنا دنا كيلويات ديك شات فاس خالبام كيرينا يجرالين ياق ماك ولا اسقسام رايقل طرق روبتي هذا خلا يقرأ سيسا خدم ديك شاسوس تخيك شروب بلو طوبيغرات الأقرار على مون بخمان بس أفرالي ياق ماك بين مقارنا سوس نايك زيك دورا لوش راشنال براليش دردو باسنا دق هذا سارود جيلا يقرأ تقرانا يرجد ولا أصدر فاخي نيوس سوماش درازراليم هذا نقليك بلو يشنر بيت من راليس كا ألسك هذا لو في سوسي قد ليش نشي بمرقيني مشكيني تقسام أجيك دايما خاد خلا نشدور بس سامي جيليني أجيرو قسام هذا يقرأ بخلان روجدر صوف منعت تقرأ لبنا متقخم أجيك شوب ناشد قلان كلا يقرأ تنكسن يعف ماك ولا سيرون تخيصام مش درازراليم أدخم تحقيق ثلاو في سوس هذا سفر رال ولا أسغل رقنا كده دبلو بتشخاد ليش نطلام رقيني مشكيني تقسام منضي وشلو في الرسنا دلو ولا ستلام رقيني مشكيني أقاف دي مارتا بقسام Tehron Kiyev o'rtasidagi keskin ritorika. Zelenskiyga ochiqcha ishora berildi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchining Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga qaratilgan keskin murojaati xalqaro siyosiy maydonda yangi bahs va munozaralarga sabab bo'ldi. Araqchi o'z bayonotida Eronning harbiy va siyosiy mustaqilligini alohida ta'kidlagan. Eron hech qachon Ukrainaga o'xshab chetdan harbiy yordam so'rashga majbur bo'lmasligini ochiq aytdi. Uning fikricha, Eron o'z xavfsizligini ta'minlash, hududiy yaxlitligini himoya qilish va tashqi tahdidlarga qarshi turish uchun yetarli ichki salohiyatga ega bo'lib, bu masalada xorijiy kuchlarga tayanishni zaiflik belgisi deb biladi. Araqchi Zelenskiyni bevosita tilga olib, zamonaviy geosiyosiy jarayonlarda ayrim yetakchilar tashqi homiylarga haddan tashqari suyanib qolayotganini keskin tanqid qildi. U Ukrainani misol qilib, bu davlat qurolli kuchlarining xorijiy yordam, moliyaviy ko'mak va yollanma askarlarga tayanishini ta'kidladi hamda buni mustaqil davlat siyosatiga zid holat sifatida ko'rsatdi. Eron vazirining bayonotida shuningdek, dunyo adashgan masxarabozlardan charchadi degan ibora ishlatilib, bu so'zlar orqali u xalqaro maydonda populistik chiqishlar va tashqi kuchlar qo'llaviga suyanib olib borilayotgan siyosatni keskin rad etdi. Uning ta'kidlashicha, Eronliklar tarixan og'ir bosimlar, sanksiyalar va tashqi tahdidlarga qaramay o'z kuchiga tayanib yashab kelgan va aynan shu tajriba mamlakatni mustahkam qilgan.
Mazkur bayonot faqat Zelenskiyga qaratilgan shaxsiy tanqid bo'lib qolmay, Ukrainaga ko'rsatilayotgan harbiy va siyosiy yordamni bilvosita nishonga oldi. Araqchi bu orqali Eronning global kuchlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklarda o'z yo'liga ega ekanini, tashqi bosimlar va ittifoqlardan mustaqil harakat qilishni afzal ko'rishini ochiq ko'rsatdi. Natijada uning so'zlari Eron va Ukraina o'rtasidagi siyosiy masofa naqadar katta ekanini, shuningdek, bugungi murakkab xalqaro vaziyatda davlatlarning o'z xavfsizlik strategiyalariga bo'lgan qarashlari keskin farqlanishini yana bir bor yuzaga chiqardi. Kema va quruvchi samolyotlar. Tramp Eron tomon yirik flot yubordi. AQSh prezidenti Donald Trump har ehtimolga qarshi Eron tomon yirik flot harakatlanayotganini ma'lum qildi. Bu haqda uning bortdagi nutqiga tayanib Al Jazeera xabar berdi. Men hech narsa sodir bo'lmasligini xohlardim, ammo biz ularni diqqat bilan kuzatyapmiz. Bizda armada bor. Bu yo'nalish tomon harakatlanayotgan ulkan flotimiz mavjud. Balki undan foydalanishga hojat ham qolmas. Ko'ramiz, dedi Trump. Isroilning Haaretz nashri amerikalik ikki rasmiyga tayanib, AQSh Yaqin Sharqqa esminetslar va qiruvchi samolyotlar hamrohligidagi USS Abraham Lincoln aviatashuvchisini yuborgani haqida xabar berdi. Ular o'tgan hafta Osiyo Tinch okeani mintaqasini tark etgan va yaqin kunlarda Yaqin Sharqqa yetib borishi kutilmoqda. 19 yanvar kuni Jerusalem Post aviatashuvchisi va zarba beruvchi guruhlar Malayziya va Indoneziya o'rtasida joylashgan Malakka bo'g'oziga yetib borgani haqida yozgan edi. Найдёк бурштеге самые нотан ральди хатиге дакшатан рухар озаннал пшюк над сузнялы нит мартта шадикат нин робна дралаб намршат атқондал ртовах надышлик билой драл табқойды ашлоқ уйнич ношик эгет сатрох март нал бралишке ди ералим саравар намал bizde бурвай Odal bashojla moylaq ro'ralam rizqistar qilib bral toqolumam zoyesh trabe gad satro ral rab qarna ibna nubishganginu adal dikatdan shilishdik zov nadishil robloyla qroral riznasim toqolum gad satro ralishga deyir girdni va taqbidu qamon ral tagira khubnin mar damal bizgila burvina gamliklar oqshom siat tapsnal birshan adikna kishlik zov nadral baladu bish biznal rigilashni gitnaz dizil psha aglo sektora khorbuk haruk makhnadral dikhatam sobna gilqma tapsna giral da бурвые сарасам знал рыгнин март анралиш да сойся бурвые шынлык нали ралам шизоюк шош шизонилок бездилок дагело хабы божди анашлану исойс шатнер нас дизир пшха сейс дюров беток шоботан дагел фикат нас шизек ду он ушаш жут да ежд да город да серат нас дизир паснар фадралам шизоюк шу дагело жден анрал дошнеркс дал рабах нагелик надес дюров нур камба да сафиха сиге домрат номат чил шо сарт март дашчиле дак рабах шандок бездилок беткахум адракес сачвари дишнен شيء глубоко нюршо авадра братлек гинатало хоша дралиш да сойся бурвые шелхнали нямо андралам шизойна любость дюло баток шоу бутан да внур камбат нас дизир баснар финт март лонот да нас дизир пшха фо адам лохшно шик март минес дюло внур кам Ням шал хозу надрал килинге яйнут هذا ترى من ندرال شمرال نجلو بش هم زيت نجرز نجم القشطان الشل رب العاد صوص عمروف ساقر البات بس خينش أنا شلت صوص على لما بنخ نستير في لهم مصر في لق هذا البص خيال البدان نجدل تروي ندرا ما تستيش دوق باي ندرا يقول بش دوشة يدرال تشم شوق بس كزني إيه فإيش نزعج جلد كات نجل لقي إن أنا غبش دوق كاسد جديد ندرا هسي ياد خوي سرشخا نجل بات بس أنا مجرال نروق نات صغر هافنات سجلات نات سنابرت نات صوزق قد سرورال تلاد سويسكرام نايت ناب نروش نزق وطرق قسيش لو بدش نبى فادم أي زتو هذا يندش لو بناصلو حائل قرية نمزخ ذاك المام هسريلق بجوام طولات ريفت تبزيرو هاد مقتول لما سقط كيلي زيرو بس تشوف نقصار تفرزت كنا صوت زيطان يمزكاس نات تشم تزيرو تدرالش تقيلو روح نسكيب زورو كي يمام لا تشكلاس روح براخوي ني إذا سويسكرامو هذا لقي نروش نشوف اللي نالوا بزكاس زقوت نمزقوت ناتزوينو دبلون ناد سرق دالبادة شيب خسرو ناتسكيب زونو أدقنالي إني ستيرنا شو ليش نطلع مرغني مشكلة طاب بروف براف لبولغنا قدروا بلا وخابنا تخلصي براخني درالو أبرال دالباد أدلقات بديش ني إذا سويسكرامو سايبران ناتسكيب زونو